Hammaga assalomu alaykum. Xorazm kanalining obunachilari. Bugungi videomizda hozir men sizlarga dim ajoyib bir uyni ko'rsatib o'taman. Narxi ham dim 3 qanot narxda bo'ladi. Lekin bunday narxlar hali buningdek uy kamdan kam chiqadigan variant. Ko'rib turganingizdek, shu uyimiz 420 kvadrat. Hovli joyimiz sotiladi. Biz ham uy ham kengina, ajoyibgina. To'g'ri kirib yashaydigan. Bu yonimizda avariyni giradon, orqa tomonda garaji bo'ladi. 2 etaj etib qurilgan. Uyimizga kirib kelganimizdan yan tomonimizda bir otiz. Bu yan tomonimizdan bir otizimiz bor. Ekranda ekan nomer bo'ladi. Bemalol tepurib bog'lanasizlar. Eshikimiz kirib kelgandik, ko'rsangizlar. Her bir xonadonning tagida podvali bo'ladi. Uylarimiz, uyimizning bir dolonimiz katta, chap tomonimizda zalimiz. Bu uylar ham mustahkam etib qurilgan. Birinchi etaj ham plita bilan bostirilgan, ikkinchi etaj ham plita bilan bostirilgan. Ajoyib narxda. Videoning oxiridan qo'lini aytib o'taman. Like'larni bosib, qo'llab, shunday uylarni qidirib bergan do'stlarga videoni jo'natib qo'ysangizlar. Unda g'olani ko'tarib berasizlar, o'shida nima dedi? Podvali bor ekan. Har bir uyni tagida podval ham katta moslashtirilgan. Agarda ega bilan kelishsangizlar, şu uydagi barcha jihozlar qoladi. Agarda kelishsangizlar. Yo'q, ma'qul uyni korobka holatida qoldirib qo'ying desangizlar, bu variant ham bo'ladi. O'ng tomonimizda ikkinchi zalimiz. Ko'rib turganingizdek. Yashayman deb qurilgan joy. Ajoyibgina. Berimizdan bir spalni xona, ko'rib turganingizdek, kengina, kattagina ekan. Bu yon tomonimizda ikkinchi etajga chiqadigan joy, bu yerda bir spalni. Keliningizlar hozir birinchi o'chiribdi. Birinchi etajni hammasini bir ko'rsatib o'taman. To'g'ri galavashlaringizda bu yonimizda kladovka tomon, podvalga tushadi yo'l. To'g'rimizda doğrudan girib kelishingizda bu yon tomonimizda kuxnya bo'ladi. Polni mebellari. Gaz, svet, suvdan umuman muammo bo'lmaydi bellarda. Hamma narsasi bor. Agar endi ko'plarda gaz o'chadi, suv o'tadi desanglar, bunday narsa bo'lmaydi. Kuxnyamiz ham kattagina. Belarimiz ham kattagina ekan. Olib qaytadan bir jihoz remont etib bersangizlar, polni ebedan bir eshik qo'ysangiz arom bo'ladi. To'g'ri bog' tomon chiqadi deb. Bog' tomon o'tadigan bo'lsak, deyamiz bog' tomon bellarni taxlab olasizlar. Letni kuxnya deb taxlanadi, qozon tovoqlar mojlari bu yon tomonda bor. Ko'rib turganingizdek. Ajoyib. Bir tualeti bor. Plus bu yon tomonimizda garaj. Garaj ham kattagina. Ikkita mashina polni sig'adi. Agarda bir mashina etib qo'ysangiz, orqa tomonini bir sklad etib qo'ysangiz ham bo'ladi mashinalar uchun. Garajdan chiqdingizlar, plus bog'larimiz ham bor. Bu yon tomonimiz endi bog'. İkinci etajımız doğru giyendiğin
ikkinchi etажga chiqsangiz, beylarimiz ham katta. Bu yerimiz balkonga chiqadigan yo'l. Deb balkonga chiqasizlar. Bu yerimiz ham kengina. Yazı günü bizi yapat berperseyse doğru bir 100 adam sığadı. Yandan çıkıp doğrumuzda bir spalnixana, ikkinchi bir zalma berna bir spalnixana tverseklar bo'ladi. Xonalarimiz katta do'stlar. Yig'amizdan bir xona. Öyle görüp tursa, polni uy mustahkam etib qurilgan, ya'ni silikat karushdan hammalari qurilgan. Har bir xonani tagi podvali bor. Podval ham odam bo'yi bilan 170-180 metrlik. Bemalol aytaverasizlar. Endi pulini keladigan bo'lsak, pulini egalari $100,000 deb turibdilar, ondan kelishiladi. Lekin buningdin narxda, buningdin uy topish menimcha juda ham qiyin bo'ladi. Ekranda egani nomeri bemalol tepurib bog'laninglar. Agarda sizlarning nasibalaringiz bo'lsa, agarda yoqsa, sotib olsanglar juda ham xursand bo'lamiz, yordamimiz degan bo'lsa. Hammaning ishlarini omad, yangi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.